بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الكتاب الثالث، الدرس 17. ويتم الدرس درسني başlaştan ilgili درستeki maqsadlik grammatikalarni bir yig'inchoqlab olaylik ya. Endi bugungi darsimizda tendekidek grammatikalar bizni talab qilindi. Birinchisi al-fi'lul mutaaddi vel fi'lul lazim, ya'ni o'timlik va o'timsiz fe'llarning bayoni. Biz bu darsda o'timlik fe'l qandoq fe'l, o'timsiz fe'l qandoq fe'l bu to'g'risida so'zlaymiz. Endi arab tilidagi o'timlik fe'l, o'timsiz fe'l deganni biz 3 harflik fe'llarga nisbatan uning ma'nosiga qarab turib ayiramiz. Masalan, ma'no jihatda fa'il, ya'ni fe'lning egasi bilan ma'nosi to'liq qilinadigan ikkinchi bir qo'shimchaga, ya'ni to'ldiruvchiga ehtiyoj yo'q fe'llar o'timsiz fe'l bo'ladi. Masalan, o'rnidan turdi, o'ltadi, uxladi degandek gaplarga o'xshash. O'rinda turdi desa, bu o'rindan turdi degan jumlaning o'zidan qarshi taraf bir mazmun tushunayotganki, ikkinchi bir qo'shimchaga u hojat emas. Ikkinchi bir qo'shimchaga hojat emas. Uxladi desa, bu o'xshashlar bir karvat etib uxladi degan gap. Shundaqlam. Bunda haliqi qarshi taraf gapni tushunmasdan ikkinchi bir savol so'raydigan ahvol bo'lmaydi. Mana bu o'timsiz fe'l. Endi o'timlik fe'l deganimiz fa'illardan bo'ldi qilsak, jumlaning ma'nosi to'liq chiqmay qoladi. Masalan, addisi men urdim yoda filba, darabtu, daraba. Fa'il ba, ya'ni to. Ammo qarshi taraf kimni urding deydigan savoldan bir chiqib qoladi-da, mana bu o'timlik. Demak, fa'illar ma'nosi to'liqlanmaydigan. Texmi zahir til bo'yicha tushungan vaqtimizda kimni, nimani degandek savollar tushib qoladigan fe'llar o'timlik fe'l bo'ladi. O'timlik fe'l bo'ladi. Endi o'timlik fe'lning bir belgisi, o'timlik fe'l kelib, fa'il kelib, maf'ul kelgan vaqtida shu maf'ulga, shu fe'lga yana bir ikkinchi fe'lni atf qilgan vaqtimizda to'ldiruvchining damirini qabul qila oladi. Masalan, qara'at talib ad-darsa va fahimahu desak, o'shunda fahima deganimi o'timlik fe'l bo'lg'achqa keyiniga hu deydigan bir dona nimadan birini, damirdan birini qana qila oladi, qabul qila oladi. Ammo qama o'timsiz bo'lg'achqa qamahu degili bo'lmaydi, qatti. Nama o'timsiz bo'lg'achqa namahu degili bo'lmaydi. Ammo akala o'timlik bo'lg'achqa akalahu degili bo'ladi. Demak, to'ldiruvchininki tushunkilishdiki damirlar qo'shilalishi o'timlik fe'lning nimasi belgisi bo'ladi. O'timlik fe'lni ayirmoqchi bo'lsak, fe'lning keyingi shunda damirdan bilan qo'shib baqsak qo'shqilib bo'lsa, to'ldiruvchining zamiri, ya'ni tushunkilishdiki damirdan birini qo'shib baqsak qo'shqilib bo'lsa, bu o'timlik fe'l bo'ladi. Agar qo'shqilib bo'lmasa, o'timsiz fe'l bo'ladi. Amdan keyin bu fe'lning o'zining ma'nosiga qarab turib, o'zidan mutaaddi va lazim, o'timlik, o'timsizdan ikkiga ayrilishi. Endi ba'zida bir qism fe'llar lazim fe'l bo'lsa-mu garchi harf jarning, ya'ni oldi qo'shiluvchi harflarning vositasi bilan to'ldiruvchi ne talab qiladigan ahvollar bo'ladi. Masalan, غضب المدرس على الطالب الكسلان. O'qituvchi ho'rin o'quvchiga ochiqlandi desak, asli g'adibal mudarris. O'qituvchi ochiqlandi, gap tugadi shundami? Endi ho'rin o'quvchiga deb ochiqlandi, shunga qaratildi-ku, shuni obyekt qildi-ku. Mana bu mushadagi ala talibildagi ala degan harflarning vositasi bilan shunday bo'ldi. Nazar qaradim, bu normal fe'l. Masalan, nega qaradi desa, tomga qaradim yoki taqqa qaradim, nazarati ilal jabal. İlanın vasıtasıyla münazaraga to'ldiruvchi olib keldi. Va undan boshqa nurg'un o'timsiz fe'llar, masalan, namtu ala sarir.
Karavat üstüde uxuldim dese, karavat üstüde alas sarir bu yerden toldurguchi oldu. Bu alaning vasfini toldurguchi oldu. Demek mazmunni yig'inchoqlab etsak, o'timsiz pil deganimiz ma'ni jihatda fa'il bilan ko'pay bo'lib, toldurguchiga hojat bo'lmaydigan, muhtoj bo'lmaydigan, maf'ulun bihga muhtoj bo'lmaydigan pil nima bo'ladi? O'timsiz pil bo'ladi. Endi o'timlik pil deganimiz fa'illar bo'ldi qilib qolmasdan toldurguchi kerak bo'lgan, toldurguchni talab qiladigan pillar o'timlik pil bo'ladi. Bir qism o'timsiz pillar harfi jarlarning vositasi orqali o'timlik bo'la oladi. Bu bizning dars so'zmoqchi bo'lgan birinchi mazmunimiz. Endi bu darsimizdagi ikkinchi tadribustani, ya'ni ikkinchi mashq, ikkinchi ko'nikmaga qaralsa bu mazmunlar bayon qilingan. Endi ikkinchi nuqta biz bayatın pillarni ma'nisiga qarab turib, ya'ni ma'nisini ko'zlab turib, faqat ifodalayotgan ma'nisiga qarab turib o'timsiz deb bo'lgan shundami? Endi bir qism pillar ma'ni bilan emas, labzining o'zgarishi orqali o'timlikka aylanish ahvolim bo'ladi. Masalan, odatdagi o'timsiz pillar af'ala babiga yo'tkalsa, af'ala babiga o'zgarsa o'timlik aylandi. Buni biz oldingi darsda ozroq tilg'ab o'tgan. Masalan, xaraja, nima? Akhraja. Nazala, anzala. Jalasa, ajlasa. Nazala, nazzala. Nama, nawwama. Naja, najja. Degandek birinchi pil xaraja o'timsiz bo'lsa, chiqdi bo'lsa, akhraja chiqardi. Nazala o'timsiz tushdi bo'lsa, anzala o'timlik tushugizdi. Jalasa o'ltadi. O'timsiz bo'lsa, ajlasa o'ltag'uzdi. Nima o'timlik? Mana shunga o'xshash odatdagi normal pillar, o'timsiz pillar af'ala babiga o'zgarish orqali af'ala babiga o'tkilish orqali nima o'zgaraydi? O'timlik o'zgaraydi. Bu bizning darsimiz o'tmoqchi bo'lgan ikkinchi mazmunini bu darsdagi 3-ko'nikmaga qaralsa bo'ladi. Endi bu yerda qo'shib qo'ydigan bir mazmun, qo'shimcha mazmun. Odatda biz boya o'timsiz pillar af'ala babiga o'zgarsa, o'timlik aylandi dedik, shundami? Endi o'timlik pillar af'ala babiga o'zgarsa-chi desa, o'timlik pillar af'ala babiga o'zgarsa, o'timlik o'zgarishdan ilgirki vaqtda bir maf'ul taqozo qilgan bo'lsa, af'alaga o'zgarib bo'lgandan keyin ikki maf'ul taqozo qildigan bo'ladi. Masalan, sami'a angladi. Masalan, sami'atul azan, azanni angladim. Sami'atul Qur'an, Qur'an angladim, shundami? Endi bu asmaga aylansa, anglatdi deb ikki maf'ul taqozo qiladi. Masalan, asma'tu Bakran al-Qur'ana. Men Bakrga Qur'onni qana qildim, anglatdim. Ikki maf'ul ketdi. Fahimat talib ad-darsa. O'quvchi darsni tushundi desa bir maf'ul. Fahama al-mudarris at-talib ad-darsa. O'qituvchi o'quvchiga darsni tushundirdi desa, at-talib birinchi maf'ul, al-mudarris ad-dars ikkinchi maf'ul. Demak, af'ala babiga o'zgarishdan ilgari lozim bo'lsa, o'zgarib bo'lgandan keyin mutaaddi bo'ladi. Af'ala babiga o'zgarishdan ilgari bir maf'ul taqozo qiladigan lozim mutaaddi bo'lsa, af'ala o'zgarib bo'lgandan keyin ikki maf'ul taqozo qiladigan mutaaddi bo'lgan va bu qo'shimcha mazmun darsimizning 3-mashqining oxir tarafiga qaralsa bo'ladi. Endi undan keyingi bugun darsimizdagi nuqtaliq grammatika biz bayatdan o'timsiz, 3 harflik o'timsiz pillarni af'ala babiga o'zgartirish orqali o'timlik aylanuvga bo'ldirdik, shundaqmi? Demak, 3 harflik vaqtida fa'ala 3 harf bilan kelgan bo'lsa, af'alaga o'zgarsa, af'ala deb 4 harf o'zgaradi, shundaqmi? Endi shunga munosabatlik ra'a deydigan bir pil bor. Ra'a ko'rdi. Endi shuni af'alaga o'zgartirsak, ko'rsatdi degan bo'ladi. Ammo bizning bu yerda demoqchi bo'lganimiz ma'nidagi masala emas, hozir qilmish ra'a masalasida. Labzdagi masala, ma'na gapi tugadi. Endi labzda ra'a 3 harflik chuqum oldiga arad hamza zimirini qo'yib, af'ala qilsak 4 harflik bo'lish kerak. Ammo ra'a babi maxsus holda af'alaga o'zgargandan keyin yana 3 harflik holatda qoladi. Ya'ni ra'ani af'alaga o'zgartirsak ara. Aslisini bo'lish kerak. Ar aya bo'lish kerak. Ya'ni ar a.
Ammo bu yerda o'tirdiki ayn fa'aladagi ayndagi harf tashlandi, mudori'timi ayn tashlandi, nima bo'ldi? Yuri, ara, yuri lan bo'ladi. Bundan amr chiqsa ari, ara, yuri, ari degan asos qilib, mush nuqtaga diqqat qilsak, qolgan joyda xatolashmaymiz. Esimizda bo'lsin, ra'ani af'ala babı o'zgargandan keyin bu ra olmasdan nima bo'ladi? Ara. Ra'a yaradiki yarani af'ala babı o'zgartib, yuf'ilu qilgandan keyin yuriyu olmasdan nima? Yuri. Mujno o'xshash o'tirdiki fa'aladiki ayndagi harfni tashlab o'tib, andan keyin af'ala babı o'zgartimiz. Shuning bilan af'ala babining mozisi 3 harflik ara. Buyruq bilese ari degan shakl chiqadi. Bu mazmun darsimizdagi 4-kunlikka qaralsa bo'ladi. Undan keyin endi bizning nimada fil bablarimizda fa'ala yuf'ilu deydigan bir fil bab bor. Odatda fillar mush fa'ala yuf'ilu babig'imi odatda 3 harflik fillar o'zgaraydi. Bunda qolgan vaqtda bayatni degandek o'tmsiz fil bo'lib qolsa o'tmlikka o'zgaraydi. Endi bugungi darsimizda fa'ala babiga yetkazsa nima uchun yetkazildi degan vaqtimizda ma'nida ko'plikni ifodalash uchun yetkaziladi. Masalan, 3 harflik vaqtida normal fil bo'lsa fa'ala babiga yetkazilgandan keyin ko'plik, bir ishning ko'p yuz berganligini, mubolig'ini ifodalaydi. Masalan, jala aylandi degan gap. Agar u fa'ala babiga yetkazilib javvala bo'lsa, nahayat ko'p aylandi degan bo'ladi. Tafa tavob qildi. Tavafa olsa ko'p tavob qildi. Qatala o'ltirdi. Qattala olsa nahayat qattiq o'ltirib o'tdi. Ko'p o'ltirib o'tdi degan ma'noda. Kasara sundirdi. Kasara olsa sundirib ulab tisman qiladi degandek ma'noda. Adda sanadi, adda davob qolsa nahayat ko'p sanadi degan ma'noda bo'ladi. Mujnoqni tushunib olsak bo'ladi. Yana men oldingi dars degandek mushu bablarningki ma'nosini bilmoqchi bo'lsak, shu Munjidil Kabir degan lug'at qomusninki bosh tarafidagi fillarning turilib chiqish ahvollari, fillarningki bir bobdan bir bobga o'tkilishdagi ma'nolari iroda qilingan. Shu to'g'risida bir varaq, bijarim varaq atrofida ma'lumotlar bor. Shu ma'lumotlarga murojaat qilsak bo'ladi. Undan keyingi darsimizdagi mazmun tahzir, ya'ni qo'rqitish. Buna deganligimiz qarshi tarafni ma'lum bir ishdan ogohlantirish. Endi arab tilida ikki xil ogohlantirish usuli bor. Birisi bir narsani takrorlash orqali. Masalan, biz yo'lda ketayotgan odamni keyinida kelayotgan bir mashinaning so'qib o'tishidan ogohlantirmoqchi bo'lsak, as-sayyara sayyara, yoki sayyara sayyara. Mashina deganda ikki qitim takrorlab qo'ysak bo'ladi. Birov ehtiyotsizlikdan bir kichikni dasatmoqchi bo'lgan vaqtida deymiz, sabiy, kichik bola deymiz shundami? Ehtiyotsizlikdan yo'ldagi kataka tushib ketmoqchi bo'lganida tariqa yo'lga chiqib ketdim diqqat qil deymiz. Bu bir usul. Yana bir usul iyyaka va degan shaklni ishlatish. Biz har qanday bir narsadan boshqalarni ogohlantirmoqchi bo'lsak, iyyaka va deganni kelib, uning keyin ogohlantirmoqchi bo'lgan narsani o'zini qo'ysak bo'ladi. Masalan, ishdan o'zingni diqqat qil, ishga berib talinib ketma, ishlanib ketma demoqchi bo'lsak, iyyaka val kalb. İyyaka vel kelb. Agar ko'plik bo'lmoqchi bo'lsa, iyyakum vel kelb. İttin saqlaninglar, ishlamasin degandek shaklda. Keyingi iyyakadagi kapni biz shu gapni qaratgan ikkinchi shaxsga qarab turib, arlik bo'lsa arlik, birlik bo'lsa birlik, ko'plik bo'lsa ko'plik, ikkilik bo'lsa iyyaka, iyyakum, iyyaki, iyyakun degandek shaklda o'zgartirsak bo'ladi. Iyyaka vas sayyara, mashinaga chaqilma. İyyaka ve hazel veled. Bu baladan diqqat qil. Bu eski bala bu degandek. İyyaka vel hasad. Hasad qilma, diqqat qil. İyyaka ve hadhihi majallat. Bu jurnaldan diqqat qil. Chunki bu jurnal xato gap bor. Shundaymi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam iyyakum ve muhdasatul umur. Sizlar bid'at ishlarning paydo bo'lgan ishlardan o'zingizga diqqat qilinglar, saqlaninglar. İyyaka vel ma'siyya. Jinoyatdan saqlan. İyyaka vel haram. Haromdan saqlan. Degandek shakllarda ishlatsak bo'ladi. Ammo diqqat qilgan nuqta iyyaka val degandek vodin keyin kelgan so'z zavar o'qilib turadi, zavar. Undan keyingi mazmun innama. Endi innamani balog'at jihatda bu qasr harfi, ya'ni qasrni ifodalash uchun kelgan so'z deb qaraladi.
tarjima jihatda faqatlam haqiqatan mushulam degandek tarjima qilinadi, ammo grammatika jihatiga jumladagi o'rin jihati tahlil qilish to'g'ri kelib qolsa, innamoning aslisi innamadagi inna urf mushabbaha bil bo'lgan inna ma buning o'lib kelgan ortiq ma. Endi ma nima uchun kelgansa inninki ismisini zivar xabarni pesh tutgan rolini to'sab qo'yish, cheklash uchun kelgan. Ya'ni innamadan keyin kelgan so'zlar innining ta'siriga uchirmaydi. Shunga bu ma'ni ma'i kaffama deb atalib qo'yildi. Ya'ni bu ismi olsun, fe'li olsun kiraveradi. Ma'ni jihati bayatni degandek qasr. Ya'ni ikki bilakning birini biriga qanday qilish, xas qilish. Innamal a'malu binniyat, faqatlam amallar niyat bilan bog'liq. Niyatga qarab amal mukofot beriladi, savob beriladi, ajr beriladi degandek ma'noda keladi. Bu nuqtani tushunsak bo'ladi. Bayatdan tahzir to'g'riliq degan tushunchimiz 6-mashqda shuna to'g'riliq mazmunlar bor. An fa'ala babininki ko'plikni ifodalaydigan mazmun 5-mashqqa qaralsin. Ana hozirgi innama to'g'riliq mazmun 7-mashqqa qaralsa bo'ladi. Ondan keyin bugungi tekstda vallahi laqad farihtu kathira degan bir qurilma bor. Bu o'rindagi vallahi hammamizga ma'lum qasamni ifodalash uchun kelgan so'z turk birikmasi. Ondan keyin jumladagi farihtu kathira qasamning nimasi? Javobi. Endi o'sha kelgan vaqtda bundaq bir grammatikani ixtimol chiqmay bo'lmaydi. Qasamning javobi fil madi musbat bo'lib qolsa, ya'ni bulishliq fil madi bo'lib qolsa, bununğa qat va ta'kidning limi orqali ta'kidlash kerak deydigan bir nimadan birisi chiqadi, qoidadan birisi chiqadi. Masalan, Qur'oni Karimdan bog'i vat-tin, vaz-zaytun, va tur-sinin, va hadal baladil amin mishaqchamiz qasama, andigan javob amdi keldi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Laqad lam bilan, qad bilan ta'kidlanadi. Muşnunga o'xshash vallahi laqad farihtu. Agar madi bo'lib qolsa, muzari bo'lib qolsa qad kirmaydi vaqtda. Lam bilan lam ta'kidlasak bo'ladi. Ammo madi bo'lib qolsa qad bilan lam bilan ta'kidlash zarur. Bu qoidani darsimizdagi 8-mashqdan topa olishingiz mumkin. Undan keyingi nuqtaliq masala bugungi darsdagi. Oldingi darsda biz asbaha to'g'riliq so'zga emasmi? Bugungi darsda amsa to'g'riliq. Bu amsa hammamizga ma'lum kanunning turdoshlaridan qatoridan, ya'ni ismisini pesh, xabarini zavar o'qitadigan af'al naqslarning qatoridan. Endi ma'ni jihatda farqlantirish usulimiz faqat asbaha tong vaqtida manda bir ishni qilgan, manda bo'lib qo'pqan degandek ma'noni ifodalaysa, amsa, ya'ni amsa manda bo'lib kech qildi degandek ma'ni ifodalaydi. Masalan, amsaytu maridan desa, men kasal bo'lib kech qildim, kech o'qanda kasal bo'lib ketdim degan gap. Kech tarafiga kasal bo'lib ketdim, og'rib ketdim degandek ma'noda keladi. Mushuni o'qib tushunib olsak bo'ladi. Bu darsimizdagi 9-mashqdan ko'rilinsa bo'ladi, ama mazmunlarni. Shundan bugungi darsimizdagi nuqtaliq grammatikalar mushara oyoqlasin. Endi tushunish bo'lgan bo'lsa, darsdagi tekstni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib qo'ying. بعد صلاة العصر كيف أمسيتم يا إخوان؟ أمسينا بخير الحمد لله. لما أخرجت السبورة يا أسامة؟ أدخلها بسرعة. أخرجتها لأنظفها. سأدخلها بعد تنظيفها. أيها الإخوة، أهنئكم بنجاحكم الباهر في الامتحان النصفي. والله لقد فرحت كثيرا بهذه النتيجة التي بلغت نسبتها 98%. فرحك الله دائما يا أستاذ. يدخل أسامة السبورة. إني جولت في مشارق الأرض ومغاربها ودرست في بلاد كثيرة ولم أرى طلابا أحسن منكم. جزاك الله خيرا يا أستاذ. لعلكم أحضرتم دفاتر النحو؟ نعم أحضرناها. هاتوها، أريد أن أريها المدير، سيصر بها كثيرا إن شاء الله. يا عمرو، أسمعني بيت المتنبي الذي ذكرته أمس.
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. قل أنيس وأخرج لسانك. يجب إخراج اللسان عند النطق بثلاثة أحرف، وهي الثاء ثاء والذال والظاء. أظن أنني فهمتكم معناه. نعم، معناه إنما الشيء بحقيقته لا باسمه. يا أستاذ، أرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى غرفتي فإن بي صداعا شديدا. اذهب شفاك الله. ما به صداع يا أستاذ، إنما يكذب. وما أدراك أنه يكذب؟ أظن إياك والظن يا إبراهيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال عز وجل: إن بعض الظن إثم. asr namazdan keyin kayfa amsaytum ya ikhwan, kechliklar qandoq qarindoshlarni? Bu kayfa amsaytum bayatimiz tushundirgandek qandoq holatda kech qildingmi, ya'ni ahvolinglar kech o'g'andek ahvolinglar qandoq? Bu uyg'ur tilidagi xuddi xayrli kech degan bir qiz gapimiz bor, ya'ni kechligingiz qandoq degandek shu gap bilan barobar gap. Undan keyin amsaytum af'ala yuf'ilu babidan. Amsayna bi xayr, kechligimiz yaxshi, ya'ni yaxshi holatda kech qildik degan ma'noda. Alhamdulillah, Allohga shukr. Lima akhrajta sabbura ya Usama adkhilha bi sur'a. Usama, do'stini chiqardim, tezlikda kirgizib et. Mush jumladagi akhraja adkhala degan ikki filga kelsak, akhrajaninki chiqib kelsa kharaja, chiqib ketdi, akhraja chiqarib etdi. Dakhala kirdi, adkhala kirgizdi degandek shakllarda. Akhrajtuha li unazghifaha. Ma'noni pak-pakiz tozalash uchun, ya'ni pakiz tozalash uchun chiqardim. Ya'ni akhraja bayatni degandik. Nazafa kelsak, bu fa'ala babiga keldi, mubolag'a, ya'ni bir ishlarningki ko'p yoki qattiq bir bo'lganligini ifodalash uchun fa'ala babini ifodalaydi emasmi? Shuna pak-pakiz tozalash uchun deb tushunsak bo'ladi. Saudkhiluha ba'da tanzifiha. Uni pak-pakiz tozalab bo'lgandan keyin kirgizib o'taman. Saudkhiluha. Ayyuhal ikhwa, uhanniukum bi najahikumul bahir. Qarindoshlar, sizlarni yarim chorak imtihondagi qaltis natijalar bilan tabriklayman. Uhanniukum, hanna yuhanniu, fa'ala yuf'ilu babidan chiqqan. Sizlarni may tabriklayman, bek tabriklayman degandek mubolig'a ma'ni ifodalaydi. والله لقد فرحت كثيرا بهذه النتيجة التي بلغت نسبتها 98%. الله لن قسمك 98% ga yetgan, nisbati 98% ga yetgan bu natija bilan ko'p xushal bo'ldim. Mush o'rinda vallahi qasam laqad farihtu kathira uning javobida fil madi musbat gap qolganligi uchun qad bilan alomat ta'kid bilan ta'kidlandi. Farrahakallohu daiman ya ustaz. Allah sizni davomli bek xushal qilsin. Farrah ayda fariha, farraha kelishi mutaaddi bo'lishdan birga yana nimani ifodalaydi? Mubolag'ani ifodalaydi. Yudkhil Usama sabur, Usama do'stini kirgizadi. Inni jawwaltu fi masharik al-ard wa magharibiha wa darrastu fi bilad kathira wa lam ara tullaban ahsana minkum. Men zaminninki mashriq mag'riblarida, sharq g'arblarida cho'galdim. Nurg'ulg'an davlatlarida bek ko'p dars o'tdim. Sizlardan yaxshiroq o'quvchini ko'rmadim. Ya'ni javvala, ko'p aylandim degan ma'ni ifoda. Jala aylanish, normal aylanish. Javvala ko'p aylanish. Darrasa, ma'ni ko'p dars o'tish degandek bir xil mubolag'ani ifodalaydi. Jazakallohu xayran ya ustaz. Ustaz, sizga Alloh yaxshi mukofotlarni bersin. La'allakum ahdartum dafatiran nahv. Balkim sizlar grammatika daftarini akaldinglar-ku deyman. Ahdara, hadara o'zi keldi, ahdara ib keldi. Mutaaddini ifodalaydi, ha. Naam, ahdarnaha, shundaq. Uni ib keldik. Hatuha. Akalanglar. Uridu an uriyaha al-mudir. Ma uni mudirga ko'rsatmoqchi. Uriyaha. Ra'adin chiqqan af'ala babidagi araninki fil mudari, yurininki birinchi shaxs arilik birlikka uriha. Sayusarru biha kathiran inshaalloh. Alloh xolisa buni bilan bek xushal o'qitadi. Sarra xo'sh qildi. Yasurru xo'sh qiladi. Undan keyin buning majhul shakli yusarru xo'sh qiladi bo'lgandan keyin xushal o'qitadi bo'ladi. Ya Amr, asmi'ni bayt al-mutanabbi alladhi dhakartuhu ams. Amr,
Tünügün men dep bergen Mutanabbining beytini bizga anglat. Asma'i, sami'a angladi, asma'a anglatdini o'qu degan gap, ha. Adatda Qur'on o'qib turing degandan boshqalarni asmi'ni min shay'an minal Qur'an, asmi'ni juz'an minal Qur'an, asmi'ni ayatan minal Qur'an. Yani Qur'on o'qib turing, bir oyat o'qib turing, anglating degan gap, ha. Wa mat ta'nisu lismi ash-shamsi 'aybun wa la tadhkiru fakhrun lil hilali. Quyoshning ismining ayolcha bo'lib qolganligi ayb emas. Ve muzakkar keltirganlik hilalga, yangi oyga faxr emas. Demakchi bo'lgani Shams degan ism muannas hisoblanadi emasmi? Bu ismining ma'nosi qolganligi ayb emas. Chunki quyoshning bizga berayotgan manfaati, bizni ta'minlayotgan ta'minoti inta yuqori bo'lg'achqa, bu bizning nazarimizda ustun holatda buning ismi ma'nosi qolganligi bilan bu tön uni o'tib ketmaydi demak. Ve hilal oyninki ismi o'zi muzakkar emasmi? Hilal deb bilan. Buni muzakkar bo'lganligi bilan biz buni yuqori bilib ketmaymiz. Har qanday bir narsa ismiga qarab emas, balki u narsaninki foydali foydasiz tarafiga qarab muomala qilamiz degandek ma'nodagi so'z, ha. Qul at-ta'nis va akhir lisanak. Siz at-ta'nis dan va tilingizni chiqaring. Kichiklik sahne talaffuzga vaqtda tilni chiqaradigan shu asos. Yajib ikhrojul lisan 'inda nutq bi thalath ahruf. 3 harfni talaffuzga vaqtda tilni chiqarish vojib bo'ladi. Ikhroj, akhraja yukhrujun. Chiqarish, xaraja chiqdi, ikhroj chiqarish. Ular bo'lsa sa, zal, zadur. Azunnu annani fahimtukum ma'na. Sizlarga uning ma'nosini tushuntirib qo'ydim-ku deyman. Azunnu menga shunday o'ylayman. Fahamtu, sizlarga tushuntirib qo'ydim, to'liq tushuntirib qo'ydim degan ma'no. To'liq fahama, to'liq tushuntirish. Naam, ma'nahu shunday. Uning ma'nosi innama shay'u bi haqiqati la bismihi. Faqatlam narsa degan o'zining haqiqati bilan bo'ladi, ismi bilan emas. Balki innama biz bayatni degandek inna va bu mushabbah bil fil asas, ammo ma kelish orqali buningki roli, grammatikalik roli yo'qaydi, ha. Ya ustaz, arju an tasmaha li bil-dhahab ila ghurfati fa inna bi suda'an shadidan. Ustaz, mening yotiqimga ketishimga ruxsat qilishingizni umid qilaman. Arju fa inna bi, chunki menda qattiq bosh og'riq bor, ya'ni beshim qattiq og'rib ketdi. İzhab şafakallah. Bakın, Allah şifalık versin. Ma bihi suda'un ya ustaz. Onun beş ağrımaydı ustaz. Ma bihi suda'un. Onun da baş ağrık yok deyin gap, ha. Onun beş ağrımaydı ustaz. İnnama yegdi. Fakat yalga aytıp innama. Yani inna ma bilan amli bika chiqilib, grammatik jihat rol o'ynayman. Inam ma'nosi faqat lam yalga aytıp o'tadi. Va madrak innahu yakzib. Uning yolg'on aytganligini qanday bilasan? Madrak degani nima bildirdi sana? Uning yolg'on aytayotganligini degan gap-ku, buni butun arabcha buni tahlil qilsak. Azunnu, faqat gumon qilyapman. Iyyaka va zanna ya Ibrohim. Ibrohim, gumondan saqlan. Oyat degandek tahzir. Iyyaka va zanna, gumondan saqlan degandek, ha. Chunki payg'ambar alayhisalom bundoq degan. Iyyakum va zanna, fa inna zanna akdhabul hadis. Sizlar gumondan saqlaninglar. Chunki gumon so'zning ichidagi eng yolg'oni. Allah Taala bundaq deyatdi. Inna ba'da zanni ismun. Bir qism gumon jinoyat turidir. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.